Savol. Bizning savolimiz ishorai sabboba xususida. Aytishlaricha, ishorai sabbobani o'z vaqtida bajarmagandan ko'ra, uni tark qilganlik yaxshi ekan. Chindan ham shundaymi? Ishorai sabboba tortishuvli masala bo'lgan bizning yurtimizda, boshqa yerda tortishuv emas. Chunki eski ulamolardan ba'zilari ham shu ishorai sabbobani qilmaslik kerak degan gaplarni aytgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun odamlarimizning orasida bu masalada ikkiga bo'linish bor. Ba'zilar qilish kerak deydi, ba'zilar qilmaslik kerak. Qisa hozirga o'xshab juda insof bilan aytadiki, ishorai sabbobani to'g'ri qila olmay qolsa, keyin xato bo'lib qolsa ish xato bo'ladi deydi. Shuning uchun biz avvallari doim aytib yuramizki, kimning ustozi ishorai sabboba qilasan deb o'rgatgan bo'lsa qilsin, qilmaganlardan ish bo'lmasin. Kimning ustozi ishorai sabboba qilmaysan deb namoz o'rgatgan bo'lsa qilmasin, qilganlar bilan tortishib janjal qilmasin. Eng to'g'ri yechim shu. Chunki aytganimizdek eski kitoblarda ikki xil gap kelgan. Shularni eski ulamolarning hurmatidan biz shuni qarorini qilyapmiz. O'sha ishorai sabbobani qilishga ishtiyoqi borlar yaxshilab o'rgansin. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Shu tashabbusni aytayotganda la ilahani la deganda qo'lni ko'tardi, keyin tushiradi. Bo'ldi. Hech qanaqa ko'tarilmasa ham mayli. Hech nimasi yo'q. O'shani demak tushunish kerak, buni masala qilib ko'tarib, bir-birini xafa qilib, urush janjal darajasiga ko'tarish kerak.